O'zbek shou-biznesi olamidan yana bir xabar. Taniqli xonanda Munisa Rizayevaning eri haqida hozirgina shoshilinch tezkor xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznesi olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Xonanda Munisa Rizayeva Instagram sahifasidagi jonli efirda muxlislarni qiziqtirgan ko'plab savollarga javob berdi. Hayotimni oilamga bag'ishladim. Hayotimni oilamga, o'g'lim va turmush o'rtog'imga bag'ishladim. Ko'p dugonalarim sen turmushga chiqib faqat oilam, bolam deydigan bo'lib qolding deyishadi. O'zi aslida kichkina paytimdan shunday bo'lganman va doim men uchun oilam birinchi o'rinda turadi deb aytardim. Ertaga turmushga chiqishni va ko'p farzandlar ko'rishni xohlardim. Doim 5 ta farzand ko'rgim kelardi, lekin yosh turmushga chiqmadim. Bu ham yaxshilikka deb o'ylayman. Bizga nima kerakligini o'zimizdan ko'ra Alloh yaxshi biladi va kerakli vaqtda o'zi yetkazadi. Hozir ham yana bir marta ona bo'lishni xohlayman. Hammasi Allohdan. Turmush o'rtog'im juda qattiqqo'l. Xo'jayinim uchun birinchi o'rinda ish turadi. O'zi ham birinchi o'ringa ishimni, keyingi o'ringa oilamni qo'yaman deb aytadi. Avvallari bundan juda xafa bo'lar edim va oiladan ham pul, ish muhimmi derdim. Shunda erim bir kun kelib meni tushunasan hali derdi. Hozirgi kunda bildimki, erim bu borada haq bo'lgan ekan. Turmush o'rtog'imni haqiqiy erkak fe'l-atvoriga ega deya olaman. Xarakter masalasida anchayin qattiqqo'l. Masalan, uyga kirganimizda agar erim uyda bo'lsa, sekin yurib, sekin gaplashamiz deydi Munisa Rizayeva. Erim menga xiyonat qilmagan. Menimcha erim xiyonat degan so'zning ma'nosini ham bilmasa kerak, alhamdulillah. Alloh shunday inson bilan meni siyladi. Hayotda juda ko'p o'g'il bola do'stlarim bor va ular qayerdadir o'tirganda yonidan chiroyli qiz o'tib ketsa, mazasi qochib, tipirchilab qoladi. Turmushga chiqqanimga 2,5 yil bo'lgan bo'lsa, xo'jayinimni shuncha vaqtdan beri kimgadir qaraganini ko'rmadim. Bu masalada o'zim ham juda ko'p ahamiyat berib kuzataman. Albatta, kuzatayotganimni o'ziga bildirmayman, lekin boshqa qizlarga qaraydimi, yo'qmi ahamiyat beraman. Alhamdulillah, haligacha boshqa qizlarga qaramaydigan yigitlar bor ekan deb lol qolganman. Onam bilan umra safariga borishni niyat qildim. Onam bilan o'tirganimda umra safariga birga borishni niyat qilganimni aytdim. Ularga siz ham katta bo'lib qolgansiz. Men ham 40 yoshga yetgan qizman. Birga umra va haj safarlariga borishni xohlayman dedim. Onam bunga rozi bo'ldilar va boramiz dedi. Xudo xohlasa albatta bir kun umra safariga borib kelamiz, ammo buni ijtimoiy tarmoqda ko'rsatmayman. Odam umra yoki hajga borganda o'zi va Alloh uchun boradi. Bu narsani ko'z-ko'z qiladiganlarni umuman yoqtirmayman. Bu joyga borish har bir musulmon insonning burchi. Shuning uchun bir kun albatta borish kerak, lekin bu haqida ommaga chiqarish kerak emas. Alloh hammamizni shu kunlarga yetkazsin deya so'zlaydi xonanda. O'g'limning pasportdagi ism familiyasi Alex Moros. Bolamning pasportdagi ismi Alex, familiyasi Moros. Chunki erimning familiyasi ham shunday. Lekin o'g'limning musulmon ismi ham bor. Qulog'iga azon o'qilganda aytilgan ismi. Bolam qori yigit bo'lishini xohlayman. O'g'lim juda aktiv va energiyaga to'la bola. Bir joyda o'tirmaydi, juda sho'x, ko'proq yurgisi keladi. Ko'p enagalar buni ko'tara olmadi. 1 yosh 2 oylik bo'ldi. Shuning uchun uni Dubayda bog'chaga berdim. Hozir bog'chada ingliz, rus va arab tillarini o'rganyapti. Har kuni uxlashidan oldin Qur'ondan suralar qo'yib qo'yaman. Suralarni eshitib uxlaydi. Kichkinaligidan shunga o'rgatganmiz. Ilohim saxiy va qori yigit bo'lsin. Odamlarga maksimal darajada yordam bera oladigan boy bo'lsin. O'zbekistonga foydasi tegadigan o'zbek o'g'loni bo'lsin. Oldindan shunday bo'lsin bolam deb niyat qilib kelaman. Bolani qanday katta qilish ota-onaga bog'liq. Shuning uchun farzandlarimizni o'zimiz o'rnak bo'lib, chiroyli tarbiya bilan ulg'aytirishimiz kerak, chunki ular bizdan o'rnak olib katta bo'lishadi deydi xonanda. Iltimos, xorij yulduzlari bilan solishtirmang. Bugungi kunda har 2 san'atkordan bittasi Jennifer Lopez yoki Shakira bo'lmoqchi. Iltimos, bizlarni ular bilan solishtirmanglar. Hech kimga o'xshamay Munisa Rizayeva bo'lib qolay deydi u. O'zbek hamda jahon shou-biznesi olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang.